Nahotki boylar bu narsalarni hech kimga aytma deyishgan. Ha, hech kimga bilganlaringni aytma. Ular kambag'alliklarcha qolishsin deyshadi. Qachonki men sizlarga oylik to'lar ekanman, sizlar xuddi ishchilardek o'ylaysizlar. Qachonki sizlarga oylik to'langandagina miyangiz ishlashdan to'xtaydi. Bu tuzoq. Tadbirkorlar bepul ishlashadi. Qachonki siz biror narsani orzu qilsangiz, unga qanday yetishish mumkinligi haqida o'ylaysiz. Maktab ta'limi sizlarni ishchi xodimlar bo'lishingiz uchun o'qitadi. O'z kasbingizni mutaxassisi bo'lasiz, shifokor yoki yurist. Ammo u hech qachon pul bilan to'g'ri muomalada bo'lishni o'rgatmaydi. Kambag'al odamlar doim oramizda bo'ladi, chunki u mana bu yerdan boshlanadi. Kambag'allik ularning so'zlaridan boshlanadi. So'zlari haqiqatga aylanadi. Qachonki ular men bu ishni qila olmayman, bu men uchun emas deganida ular taslim bo'ladilar. Ular o'z so'zlarining mahsulidirlar. Mening kambag'al otam doim shunday derdi. Meni kim deb o'ylaysan? Men pulni bosib chiqaramanmi? Bunga olishga qurbim yetmaydi. Mening boy otam esa buni eshitganida, aynan mana shuning uchun u kambag'al der edi. Kambag'al odam buni qila olmayman, bu men uchun emas, bunga vaqtim yo'q deb aytadi. Ular o'zlaridan qochishadi. Bu jumboqli aylana. Men buni qila olmayman, men juda charchadim yoki men sport zalga bora olmayman deyish juda oson. Ammo siz o'sha payti bora olishingizni bilsangizda, men qila olmayman deysiz. Haqiqatda esa siz shunchaki sport zalga borishga erinasiz. Otangiz men buni qila olmayman deyishni o'rniga nima degan bo'lar edi? Qanday buni qilsa bo'ladi? Nima qilsam bo'ladi? Savol miyangizni ochadi. Shunchaki xulosangiz esa uni yopib qo'yadi. Shuning uchun siz men buni qila olmayman deganingizda miyangiz tamoman o'chadi va siz gapingizning quliga aylanasiz. Uyda o'tirgan ko'pchilik odamlar iqtisodiy qiyinchiliklardan aziyat chekmoqda, pul haqida ko'p o'ylamoqda. Hattoki ular ko'p pul topsa-da o'zlarining ishlaridan mamnun emas. Balki ularni shunday o'qitishgan. Sizga boylik yomonlik yoki sen hech qachon boy bo'lmaysan deyshadi. Kambag'allik nasl suradi, buni sizga oilangizda o'rgatishadi. Mana shunday qilib o'rta holli oilalar paydo bo'ladi. Siz miyangizdagi o'ylashlaringizni o'zgartirmas ekansiz, pul sizga yordam bera olmaydi. To'g'rimi? Va biz ko'p pul ishlaydigan ba'zi odamlarni ko'ramiz. Ular o'sha muammolar sababi ular kambag'allardek o'ylaydilar. To'g'ri, agar sizning o'ylashingiz kambag'alcha bo'lsa, siz moddiy dunyoda ham kambag'al bo'lib qolaverasiz. Pul juda tez tugaydi. Masalan, ko'pchilik professional sportchilarni olaylik. Ular million dollarlab pul topadilar. Shundan 65% 5 yilning ichida bankrotga uchraydilar. Sababi ular kambag'al oilalardan chiqqanligida. Afsuski, Mr. Lipton aytganidek, bu gen orqali o'tadi. Bu juda qo'rqinchli narsa. Agar siz bu narsaga o'qishni xohlamasangiz, men sizga yordam bera olmayman. Mening ham hayotda omadim kelmagan. Men iqtisodiy qiyinchiliklarga sabr qildim. Bir necha bor sheriklarim xiyonat qilishdi, ammo so'ngida hammasi yaxshi bo'ldi. Men bularning barchasini yengib o'tdim. Mening fikrlashim boshqacha. Kim xato qilishdan qo'rqsa, u hech qachon o'smaydi. Ular dunyoni noto'g'ri tushunishadi. Tushunish bu noto'g'ri yoki to'g'ri qaror, bu uchun u qulashdir. Ko'pchilik odamlar faqat to'g'ri qaror qilishni o'ylaydi. Ular xato qilishni xohlamaydi, nimagadir doim ishonishni xohlashadi. Kambag'al odamlarning nochorligining asosiy sababi ular hech qachon xatoga yo'l qo'ymagan. Ular juda ham ehtiyot bo'lib yashashadi. Ular xato qilmaslikka harakat qilishadi. Sababi maktabda shunday o'qitishgan. Bu maktabda hech narsa o'rgatilmasligini anglatadi. Maktab tizimimiz ishlamaydi. Bizda anti-ta'lim. Oddiy bola o'ylaydi: "O, men a'lochiman, men hamma narsani oson qila olaman", ammo u katta hayotga chiqqanida hayot uni oyog'idan chaladi. Shunda u bu adolatdan emas, hayot beshafqat, adolatsiz deydi. Ammo bilasizmi, u bunga tayyor emas edi. Ular to'g'ri o'rgatishgan. Ko'pchilik men uchun pul muhim emas deydi. Siz uchun pul muhim emas ekan, pul uchun ham siz muhim emassiz. Aytmoqchi bo'lganim, sizning pul bilan ishingiz bo'lmas ekan, pulning ham siz bilan ishi yo'q. Odamlar men hech qachon boy bo'lmayman deydi va shunday bo'ladi. Yoki mening sevimli iboram: hamma boy odamlar xasislar. Bu gapni ko'proq kambag'al odamlar aytadi, sababi o'zlari xasislar. Ammo mantiqan o'ylasa, boy bo'lish uchun odamlarga biror narsa yaratish yoki bir narsa berish kerak. Men o'zimning mahsulotlarimni yaratdim. Ko'chmas mulk sotib oldim, odamlarga yashash uchun joylar, ish o'rinlarini yaratdim. Shuning uchun men boyman. Xasis odamlar hech narsa yaratmaydi va hech narsa bermaydi.
Eynshteyn shunday deganda, tasavvur bilimim kuchli, bilimda chegara bor, tasavvurda yo'q, ammo bilim tasavvuringizni kengaytiradi. Odamlarga nima ko'proq yetishmaydi, bilasizmi? Bu iqtisodiy bilimdonlik. Kirim va chiqimlar hisoboti, kreditlar, investitsiya va daromad degan tushunchalarni hamma bilishi shart. Afsuski, bularni maktabda o'rgatmaydi. Maktablarda juda ko'pchilik o'qituvchilar o'z ishlarining ustasi emas. Ular o'zlari amalda qo'llamaydigan fanlardan dars beradi. Men bunday o'qituvchilarni soxta o'qituvchilar deb atayman. Soxta o'qituvchi bu shunchaki shu ish kerakligi uchun ishlaydigan shaxs, o'ylangan narsani o'rgatadi. Ular sizga oyoq kiyimni qanday tozalashni o'rgatishi ham mumkin. Bunga haq olishsa bas. Ular nimani o'rgatayotganini bilishmaydi. Men doim odamlarga aytadigan maslahatim, siz soxta o'qituvchi o'rniga haqiqiysini topishingiz darkor. Soxta o'qituvchi o'z o'rgatganiga amal qilmaydi, haqiqiysi esa buni har kuni qiladi. Bizning ta'lim tizimimiz bizni kuchsizroq qiladi. Maktab o'qituvchilari esa o'zlarining prinsipiga zid fikrlarni muhokama qilishni xohlamaydi. Va ular maktab nuqtai nazarini saqlash uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Menga odamlar shunday deydi: "Nega sen kambag'al odamlarga pul bermaysan?" Ular tushunmaydiki, bu ish ularni bundan-da ko'proq nochor qiladi. Odamlarga baliq bering va u 1 soatdan keyin yana och qoladi. Ha, bu haqiqat. Odamlarga baliq bering va ular yanada ko'proq baliq xohlashadi. Yaxshiroq yo'l esa ularni baliq ovlashga o'rgatish. Biz o'zimizning odatlarimizning asiriga aylanib qolganmiz. Bu odatlardan qutulmas ekanmiz, biz o'zgarmaymiz. Maktab bunga o'rgatmaydi. Maktab buning butunlay aksini o'rgatadi. Men doim yoshlarga aytaman, o'zingizning sevimli ishingizni toping va o'z o'yiningizni o'ynang. Mening birinchi raqamli ishim iqtisodiy bilim, ikkinchi raqamli ishim esa ko'chmas mulk va bu mening o'yinim. Ko'pchilik odamlar o'yinchi bo'lishdan ko'ra tomoshabin bo'lishni ma'qul ko'rishadi. Boy bo'lishning eng yaxshi yo'llaridan biri hayotda monopoliya o'yinini o'ynashdir. Kompyuter o'yinlarida kurto'y bo'lishni yig'ishtiring. Hayotda kurto'y odam bo'ling. Hayot o'yinida zo'r o'ynang. Robert, qo'lingizga sehrli telefon bersam, sizning 20 yoshli Robert Kiyosakiga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lsa, unga nima degan bo'lar edingiz? Men unga davom et deyar edim. Nima qilayotgan bo'lsangiz qiling, hayotdan zavqlanib yashang. Men shunday qilgan edim. Mening ko'p ishlarimda ma'no yo'q. Men yillik $120,000 to'laydigan ishni tashlab ketishim yoki Vyetnamda oyiga $200 harbiy xizmatda qatnashib o'lib ketishim mumkinligi qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Bular ma'nosiz ishlardir, ammo men o'sha paytdagi eng to'g'ri qaror bo'lgan. Menimcha juda ko'pchilik odamlar o'z qarorlarini chiqarishda ota-onasi, do'stlarining fikrlariga tayanadilar. Ular har doim omadsizlikdan qo'rqadilar, ammo shu omadsizliklardan keyingina muvaffaqiyat qozonamiz. Masalan, Thomas Edison mingdan ortiq omadsiz tajribalardan keyingina lampochkani ixtiro qildi. Ammo bizning maktablarda xatolar uchun urushadilar. Aynan shuning uchun bizda kambag'allar juda ko'p. Ular xato qilishdan yoki omadsizlikdan qo'rqadilar.